Sen bilan gaplashib oldinga kelsam ham o'tirmaysan oldimda. Ha, semirib ketganman, ko'rmayapsanmi, qonnimi? Ozishim kerak. Birodar, qancha ozyapsan o'zi? 3 kilo. 3 kilo? Hı. Shuncha harakatga? Hı. Kamiga diyeta ham qilayotgandursan. Ha, diyeta qilaman. Kallang ishlamaydi. To'q zamonda ham och qoladimi odam? Zo'r g'oyalar bor ozish uchun. Tavsiyalarim bor. So'ramaysan-da mendan. Nima qilish kerak? Qarz olish kerak. Qarz olasan, muddatni o'tkazib yuborasan, har telefon qilib egasi so'raganda 1 kilodan vez tashiysan. Tushlaringga kirib chiqadi, o'ylanasan, bo'g'ilasan. Asosiysi g'aming bo'ladi-da. Tushunding? Buni men o'zim o'ylab topganman. Mana men pulim bor, hamma yo'g'im yetarli. Nimaga semirmaydi deb o'ylaysan? G'amim bor-da. O'zimga yetarli pulim bor. Qarz olib qo'yganman, semirmaydi, atayladi.